Ma qiz bola bilan deyishib ishni hamma tayyor qilib qo'ydim qara. Ma qiz bola va bo'ydisi bo'y, chiroydisi chiroy, hamma narsa bor. Patek va mani qo'liga suv qo'yib beramaydi emasman. Ikila qo'llarni. Bizlar mashta qiz oldimizni topgan bo'lsang, patekni ot chiqarib chiqamasma. Ya adash, hamma ishlar asta bir qadamdan kelamiz. Yanchiqdan chiqroq pul sug'urib qo'ygan bo'ldi degina. Ya, hamma ko'rib boqmamiz deyman. Bo'ladi. Qara adash. Ma qiz bola bilan sen bo'y jihatdan, chiroy jihatdan chiqib, hamma jihatdan mos kelasan. Lekin bir kamchilik bor. Ma qiz bola sen chiqanzlab cho'g' bo'lgandigina. Sen ba'zi gaplarsan, to'mroq. Nejatsan chusroq. Degan qara. Qiz bolaning olti aks bor degina. Aksning hammasi mushlashcha, bokschi. Lekin ma qiz bola bir tavla qiz bo'lganki, mush qiz bolaning gapi gap. Sen ma qiz bolani keltirib olsan qara adash. Hammasining gapini anglaydi emasman. Mushning gapi o'tdi degina. Shu sal qilgan chaqda ilmiroq. Pom gapib qolsa o'zim bisulab, tishlab adash. Amal va ma qiz bola bilan bo'ladigan ishni qildim adash. O'g'osha adash. Akilar bilan kelamda, o'z kelamda. Voy yaqay, o'zi yolg'iz keladi u. Bunda biz yolg'iz gap qilib qolsak, qayla bizma sara yurdi bir 4-5 qiz bilan tang ma'bat tutib, cho'ng olgan bol jannat ketimiz chataq chiqmaydi. Mana turmadi. Hoy. Akilar. Nimani? Ko'kkamimsa, qo'lingni akilar dash. Shoshtira-shashay qolgan keyin jiring turmasa qolgan degan. Nima bunda bu qizlarni o'g'alni shapalaqlab ko'rishdi qashfa. Nima? Yo'q, yaxshi bo'ladida. Qizolajimi men to'g'ri tishimga tegmay deb qo'yay. Ha. Bek izlab ketsangsam, nima ishing bo'pti? Yo'q, shalik Samat og'inam shu ma'batlishida degan shu. Ha, shunday ishlar bo'pti. Asmonimo? Meningmi? Mening ismim Ahmad Sattan. Bu Beksat qo'sam. Ya bu sen Ahmad Ansatmo ya? Ahmad Satangmo? O'xshash. Vallahi işte Sat deb yurib işte bo'lib qolgan. Bundan deginasan. Yana bo'ladi. Ha, degina qanday talablaring bor? Ha, bunda qaylan boshqa ish yo'q, talabmi yo'q. Shu Samat og'inam, shu siznimi shu boytaq. Meni boytaq olgandan ishkan ma'batlishinglar degan shu ma'batlishliganga shu imkon. Og'zimni buzayma. Nima bo'ldi? Nim ko'rib qolding meni? U botonashtirib menda ardishib qo'ydiganga. Men Parijmi? Parizat. Aprava zatlaring. Men ko'rdingmi meni? Pari Daka. Pari cholaq tutdingmi? Daka deb og'zimni yutib bitma. Shu menda qaylan hamda mendacha qaylan. Hamda Samat og'inam shunda tanishtirgan sizni menga shu ishga yuringlar deb shunda sizni qanday qaylaydi deb shunda. Men nimda atma, sen nimda vatsan. Kallanın derdi var mı aslına? Nim bo'ldi? Men miyek nemish qilib keldik deb so'ramadim. Qanday sharting var atma, Mening boshqa shartim yo'q qaylan. Mengamda shu qizlar shu adablik, kiyimchan, muloyim, samimiy bo'lsin. Men barmi ya bu? Yo'q, tushugida. Bo'ptilar, Men qara. Kuyimchan 5 bo'ladi deginaman. Kuyimchanmi? Bu degani. Aning so'yiq aningda. Qanday ishing o'zim ustimga hammani qilib beraman degan. Buningdagi har qanday ishingga men bor. Lekin muloyim qilamdan kelmaydi. Bunday yurva. Faqat kelmaydi qo'limdan. Ma'qul. Unda olib qolsa siz bir deb qilgan, sizning qanday talablaringiz bor, anglab boqay. Mening jiq talablarim yo'q degina. O'g'al olganki, o'g'al boladek bo'lsa, erkishdek bo'lsa degina. Jinsim deb qo'yib, xotin kishida paq shuriydigan anda jo'yladim bo'ldi menga. Ko'rdigan bo'lsa men o'g'il bo'ldik, yuzdan bo'lmamdi deb ishini loch urib tekayotgan ketdi demaysan. Shunga o'g'il bo'ldek bo'lsam bo'ldi adash. Men bizning mayli qilib o'zim tutib qo'ya olamda.
Ha, bo'ladi ekansan. Shu qanday o'ylashding? Nimani? Ikkimizning ishini. Munda qaylang munda nim qilam deb. Mena Samat og'inam. Ma qizvaldan ba 6 aksi va demagan bo'lsa, qaylang siz munda tekellib qo'ttamaydan. Men baga qaylang o'zimizning mazmunda Kangshada yashab bunda rasmiy bir qajinnak bunda qiziq to'piq desep cho'ng'oga o'g'alma o'zim uchlab. As akamning baliqini bilib, manchilik o'tira olding deganam ya. Hurmat hamda akalaringiz bo'lgan. Manda o'g'al ekansan. Manda o'g'al uchrab baxmidi. Meni ko'ribdi qichikdi, akam baliqini biz bo'ldi, sivitdi joyga. Öbü titrep ketdin-ku. Yo'q, bayam o'birni kirishni unutib qolibganman azroq. Ishqilab, hali yurking va o'g'al bo'l ekansan. Bo'ladi, ha? Yaxshi ko'rdim seni. Shuning bilan qanday o'ylashding? Nimani? İşimizni qanday qilamiz? Hamda navad vaqtingiz ulab, ko'nglingiz tatib qolib qolsa, ma'batlasak bo'ldi hamda shu. Ha. Yana bir degina? Ko'nglingiz tatib qolsa, ey. Çık yapmasın ha. Avval telefonumdan bulay ya. Nim görüp kaldın sen beni? Vay. Nima? Ya Guynon balası yeni kızanın kendini hayvat kıp şürüptü mafka. Vay vay. Men cinimde kız aldırıp kınmayım akıllık ne? Tutup tıra işte tutup tıra. Bir baş enkide qız chiqirib etmaydigan bo'lsa, bishinglaydigan, o'g'alvaldek yurmaydigan bir nima. Ma'qul. Ha, qo'y. Ha? Appaq fikam. Men maktabda yaxshi o'qi desam, o'qimaysa, anglamaysa, endi shunim tarjim qilolmay yurdingmi? Bilmasang deb birayman. Ha, yoza. Izlash tarjimani deb bossang chiqadi. Aş bilmeyen qaytыңni rasmga chassidi tatsa, tarjima qilib berdi emasmi? Ha. Ma'qulama hozir qattiq yo'q qo'ydim degan fikrim. Shuma yezig'i sal xotinib qolganday qilib turamdam nima? Hattoga men ag'in bolalarni olib kelasan desa, ha ma'qula xo'sh. Ha, ne keldik? Tarjimon deb bizga keldik shu. Ara sen de bağdı. Ya ben de o izleyişinin tercüman, kino kırdıgan hepsi onun için kiygizgi şey misin? Buldu ya. Ma şeyge çıkıl uzun bulmaganda qilib turdi qarsam. 18 gündek buldu. Mening yezida tuqqanlarim bor degina. Ma ba'zi shaylik o'ylab bek bo'zaq qilib oldi chu odamni. Ashni yaxshi ishiltib, shashtirjima. Qanday ishing bo'lsa menizda. Unda olsa, mishta bo'lsa bu ishlar. Ish olsa telefon. Rastga qilsam, sen menga bekli yordam degina. Bo'ladi ekansa, ko'nglimga bir chek turib qo'ydim. Undan so'ng men mang'ashtiray degina, shu jiddiy yalqimsam bo'lmaydi, o'zing ko'rding. Aras. As-Samatga og'inang deb qo'y degina. Bir bo'lsin olmay jumoman. Muborak bo'lsin. Undan so'ng baxtli bo'lsin. Xo'sh yurakdan to'ylaring umrlik bo'lsin. Çimçimni oldu bir yerde. Saranglab kaldı mı? Kızıla adap koş. Ya Samet! Samet! Kandırak adaş. Nima kandırak? Oy, sen pek yarak gitse. Çimga? Kızga. Mangına var. Vay, ma pek yarak gel. Aş oğan balığına toy kılmışsam deydi ha. Ya adek kayla bunda bir senin etrafını bunda bir sak, bunda bir edeple kaydı usullık, bunda bir kızvalık okşaydıgan bir kızvalık yok mu? Ya ma kızval kaylap durup sizle ma alımen deydi ya. Alime? Ha? Vay, taz belen bopda eke kulağını. Alim degen basa adaş derhal tigi var. Ma şehri bağı toy kılmak pek de. Adek kallağından derdi var mı ya? Ya. Va men onunla toy kıldım mı deylim akal. Öy tutkan deken öyde kimni xotun kimni deydi. Vay o ne? Bizden kim bir trak var, bir gün sen bir gün adis bulda okşaş emez mi? Mangana. Bom yer mi de? Ya bu yarımı demez kalbim. Alimendisi kaylap oturamdım böyle şehirde böyle üzerimi çıplak yürümen de bassam ben bir yerden. Kara adaş, sen bana iş köyü olan bulursa ona tegmeyse sen. Ma gip bana bizden sehra çıkıp dep kalmayayım. Şapırlaklamıyız bakadan. Ma iş köyü kaldı ya ma saat yapma var. Hayla adaş. Ma kızala özü ya ma emez kızal iken. Lekin ma kızalma işçi ayak kişi ma ayal kişi mi tazı bilenmedem. Ama özü kızvalık okşap turda. Mışında adamda jirak turla deb kızval tepangı deyman.
Qayışkına qayla. Duyuğunu bunda seyirip ötep gitip berem. Bir kaş gözler şonda kelişken bir sakallık bir güynün valısından kız valına iş giyimini giyip setip atqını gördüm deyim. Aşında öze oğalık okşaydıgan kız vala okşaydıgan oğalıны jirak turlu jima deyim. Ben kız valalar məbətli şey jima. Ya anda qımğanda. Rast gördüm ben. Ma qız vala o'zi bek baland qız valadash. Aldı aks bo'lgandiki, ancha-muncha qo'ylar sinib qolgan o'xshay. Lekin aqllari bilan ko'rishib qolsam, yaxshi ketadi. Bir chiqish baqamsa ya. Ya başkalarını körep bakın ne oldu ama sen korkunçlu kız var iken bak. Adash, Ha? hepsi qapaqni bir aqtirib baqamda. Kapaktım ha. Qapaqning ichida bek yaxshi qiz bo'layapti adash. Sen unamay qoldi. Bak dügen ma çıkım sen cıkılap gete kapakına maktır bakın ne meyle. Ya oğlum sen resimlam kör. Ya bulda çıkımcık kapak aktırla kapak. Biz kıtıma kapakınla körep bakay bol bu da.